kitobga qaytmagunimiz uchun ummat, millat sifatida o'smaymiz. Mamlakatlarimiz qashshoq, qoloq oxirgi vagonda qolib ketaveradi. Kitob o'qish kerak, birodarlar. Kitob haqida aytilgan hikmatli so'zlar. Abu Ubayda aytadi. Muhallabning o'zini bolalarga qilgan vasiyatida shunday degan joyi bor. Ey bolalarim, bozorga qog'ozdan boshqa narsa uchun bormanglar. Bozorga kitobdan boshqa narsa uchun bormanglar. Hasan Lu'lu'y aytadi, yotganimda ham, turganimda ham kitob 40 yil mening hamrohim bo'ldi. Insof qilaylik. Avtobusda, samolyotda, aeroportda, vokzalda bir odam o'tirib kitob o'qiyotganini ko'rganinglarda havas qilasizlarmi? Qachon ko'rdinglar oxirgi marta? Mana shu bizda o'sha astronomiyada vokzalda o'tirib kitob o'qiganini birodar.